Amir avtosavdo kechish bozorida sizlar uchun arzon narxda Matiz mashinasi 2006-yil MX varianti bo'ladi akalar. Mashina holati yaxshi holatda turibdi. Tomdan pastida e'tibetlarda sepilgan joylar bor ekan, o'zingiz uchun tekshirib priyetka qildirib olasizlar. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Salonlarni akalar ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham yaxshi holatda akalar. Mashinaga yaxshi xol, evkordan ko'rilib solingan akalar. 349 ming kilometr masofani bosibdi. Mashinaga temir gaz ballongacha ustunovka qilingan. Motorlari ham akalar soatda ishlab turibdi. Texnik holatda hech qanaqa muammosi yo'q ekan. O'zingiz uchun tekshirib priyetka qildirib olasizlar. Temir gaz ballongacha ham ustunovka qilingan. Xullas mashinani olib mazza qilib minasizlar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi akalar. Ukamiz bilan narxini to'g'rishib bo'ladigan narxi deyaptilar. Ukamizga pul so'rashni zo'rlagan. Inshaalloh bugun sotaman deyaptilar. $1950 baholaydi. $1950 ga 2006-yil minishga tayyor texnik holatda hech qanaqa muammosi yo'q. Matiz MX varianti. Qimmatliliklar uchun qo'yib qo'yishdi. Bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin akalar.